Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana To'lonboy. Do'stlar, bugungi videomiz yana chorva bo'yicha bo'ladi. Ya'ni mollarni qanday parvarishlash, mollarga qanday oziqa berish, qishki kunida qanday qarash, shular bo'yicha bo'ladi. Bugungi videomiz Komiljon aka xonadonidan bo'lyapti do'stlar. Assalomu alaykum Komiljon aka. Hormang aka, yaxshimisiz? Rahmat, keling aka. Sog'liklaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi aka? Rahmat. Ishlar bilan charchamay, hormasdan. Salomat bo'l ukajon. Zo'rmi aka? Chorvalarga baraka bersin aka. Sizga baraka bersin ukajon. Qani, chorvalar qanday bo'lyapti? Bu qishki kunida qanday boqyapsiz? Nimalar qilyapsiz aka? Shular haqida bir qisqacha ma'lumot bersangiz. Qishki kunida mana suvlarni berib boshladik. Ha, o'zi ayni o'sha vaqtiga keldik-a? Ha, ko'ziga tushdingda. Ha, qani aka? Endi uka bu qishki kuniga deganingga qishki kuniga buni ko'p yo'llari bor. Yani har xil usulda hamma har xil baqadi. Hali eskilarning bir gapi bor. Mulla bilganini o'qiydi degan. Ha. Biz ham shu qo'limizdan kelguncha bolalarga qarab yotibmiz. Mana bu yerda galishtin o'tishchalarimiz. Ha, mana ko'ryapsiz. Hammasi paroda-ya? Hammasi 50 ta qon parodalar. Bular hammasi 1 yasharlik aka? Hali yemga tayyor emas, ha? Yemga tayyor emas. Bular 1 yasharlik, 2 oylik, bunisi 8 oylik. Bu 8 oylik. Bu 8 oylik, ha. Ha, bular haqida ham bitta qisqacha ma'lumot bering-da. Bu qanday paroda, nima bular? O naryoqlarda turibdi, sementallar turibdi. Tushamiz-da hozir. Ha, bir boshidan, ha? Ha, bir boshidan kelamiz. Mana biz bemalol bo'laylik. Ha. Nos qilib, suvni nos qilishyapti. Bir-biridan qolganini. Qani o'zi bir chiroyli qilib mollar haqida. Bu molimiz qanaqa paroda? Qanaqa mol? Bu galishtin paroda. Xo'p. Uchalasi ham galishtin paroda. Aha. Bularni men o'tgan yili avgust oyida iyulning oxirlarida sut bo'zagini bu ikkalasi olganimda. Bular. Shunda sut bo'zagini esingda bo'lsa senga videolarni ham tashlab bergandim. Ha, maydagina. Ha, olib kelib sut berib yotardik. Ha. Keyin buni kelib fevralmi, martdami olib keldik. Chekada 8 oylikda. Ha. Bular menga ancha kattalib ketishdi-da. Kattalib qoldi. Barakasini bersin. Bular hozir nima yeyapti aka? Qanday bo'lyapti? Ukajon, bularga mana bunday smes tayyorlab qo'yaman men. Ha. Mana smes. Ha, do'stlar, kimdir haligi mollarga haligi qanaqa yem berish kerak, nimalar qilish kerak deydi-yu. Bu smes hozir to'liq ko'ramiz. Tarozi qilamiz. Bularda 20 kilo shulxa. bu Berda. oldin bitta ichini ko'rsataylik aka. 20 kilo shulxa. Aha. 25 kilo kepak. Ha. 10 kilo arpa uni. Ha. 10 kilo bug'doy uni. 10 kilo makka uni. Aha. Keyin vitaminlari bor. Vitaminlarni qo'shib. Kunjara yo'q hali. Yo'q, kunjara bunga qo'shganimiz yo'q. Ha. Kunjarani отдельно qilib qo'yamiz. Mana har bitta ho'kizga hozircha 1 kilodan berib turibmiz. Mol boshiga 1 kilodan. Ha. Bunga buni tashlab aralashtirsak, juda Bu ishli bo'ladi-da. bu o'zi yeyishlik bo'libdi-da. O'zi buncha narsa bu haligi smes deydimi? Smes. Ha, shunaqa zo'r bo'lganda bu. Tayyorlab qo'yamiz. Har bitta oldi. Vaqti zo'r bo'libdi-da bu aka. Buni ichida endi mana biz veterinarni naqada gapirsak, makka bor deyapsiz, to'g'rimi? Makka bor. Oqsil bor hayvon uchun. Ya'ni bu narsalar yosh o'sadigan hayvon uchun-da. Hayvon uchun. Yosh o'sadigan haligi yemga 100% kirmagan molga, mana yosh o'sib kelayotgan mol uchun oqsil bor, makka, bug'doy bor, arpa bor, ha? Bor. Ya'ni protein bor, uglevod bor. Yana nima bor? Kepak bor, shulxa bor, Kepak bor. Vitaminlar bor, ya'ni mikro va makro elementlari ham bor. Hammasi mavjud. Ya'ni hayvon uchun shu o'zgarish uchun organizmga barcha yetarli bo'lgan mikro va makro elementlar hammasi mavjud. Mana bunday kunjaralari ham bor. Hamma narsasi bor. Mana shu aka, bular necha mahal qanchadan yeyapti? Bular 2 mahal yem beramiz. Xo'p. Endi mana bu smesimizdan har bitta molga 1 krujkadan olsak, mana shunda. ha, mana shunda to'ldirib shunday qilib olamiz mana.
1 kilo 200, 1 kilo 300, 1,5 kiloga chiqmasa 1 kilo 200, 1 kilo 300 dan oshiqroq chiqadi. Ha. O'shanga 1 kilo uni qo'shamiz. Kunjarani. Kunjarani. Ha. Kunjarani qo'shib, yemini yedirib bo'lgandan keyin Jaguarda o'rilgan Silos. donli silosimizdan mana shu tog'oramizda o'lchovimiz. Ha, bir tog'ora. Tayson tog'ora deydimi? Ha, Tayson tog'ora. Mana yana bir narsani eslatmani aytib ketay. Premix. Mana shu Premixdan shu o'sadigan mollar uchun doim foydalanamiz. Mana shunga o'lchovga tayyorlaganda shunday yetishmagan yana ham qo'shimcha davo ishida bu. Vitaminlar yosh o'sib kelayotgan bo'zaklarga juda aytadi. Sinalgan usul xullas, hali ichida bir yangilik naqa yo'q. Hammasi o'zimizning mahalliy donlardan. Mahalliy naqa bir nima desa Amerika yaratish yo'q. Bor narsadan chiroyli tarzda, to'g'ri tartibda foydalangan holatda chotki qilingan. Bu hamma xonadondan qilsa bo'ladi u narsani. Hamma xonadon, hamma misol uchun chorvador odam bemalol o'zi shu narsani yaratsa bo'ladi. Menda iloji yo'q deyishdi, iloji yo'q-da bu gap. Hamma narsaning iloji bor. Chunki mana shu bug'doy makkalarda o'zimiz drabilkamiz bor. Drabilka ham bor, ha? Ha, drabilkada xohlagan razmerda yormami, unmi qilib tayyorlab olamiz. Keragini tayyorlaymiz. Kerak payt ishlatamiz, kerak payt ishlatmaymiz. Aka yana mana yerda men bunaqalarni ko'ryapman-da, yosh mollarni. Bular haqida bitta gapiring aka. Bular qanaqa mol bu? Endi bular jab boshqacha-ku. Ha, bular mehrga baqilayotgan bo'zakchalarimiz. Narigilar ham o'tgan shunday holatda kelgan, ha? Bundan mayda edi. Bundan mayda. Ha, u sut bo'zak edi. Ha. Sut bo'zak kelgan. Bular nima yeyapti? Qancha yeyapti? Qanaqa nima narsalar yeyapti bular aka? Bularga faqat hozir shulxa bilan kepak shu vitaminlarni orqalarini ko'rsatib qo'yamiz. Bosib beryapmiz. Ikkita oxiriga bir tomoniga arpa somon, bir tomoniga bug'doy somon tashlab qo'yganmiz. Mana shularni men bitta ko'rsatay. Ha, mollarni keyin kameramiz tashlab qo'yganmiz bir joyiga. Bu haligi hazmi taom deydi, ovqatini yeb bo'lgandan keyin ko'ngli tushaganda borib yeb turish uchun. Hozir aka u narsalarni ham sizdan so'raymiz. Oldin mana ko'rsatib qo'yay. Hurmatli obunachilar, mana somon, oddiy somon mana. Haligi yanchilmagan, na qilinmagan bu katta somon. Buni maqsadi, bu solib qo'yilgan maqsadi hozir sizlarga aytaman. Mana bunisi dag'al xashak, beda xashak. Beda ham bu? Beda, o't. Ha, xullas haligi yovvoyi o'tlardan tashkil topgan. Bu nariyoqdagisi arpa somon, ha? Yo'q, u bug'doy somon. Ha, u bug'doy somon. Endi mana bu yerda o'sha mana smes yemdan beriladi bo'zaklarga. Smes yemlar o'sha proteinlardan beriladi. Ortiqcha bir haligi doping degan narsalar yo'q. O'sha narsalar beriladi. Keyin yana bunga bularga hali kunjaraga o'tgani yo'q. Yo'q, bular kunjara yemaydi. Faqat o'sha kunjarani haqqiga kepak beramiz. Ha, o'sha kepak shunaqa narsani yeydi, oddiy xashak yeydi. Keyin silos yeydi. Silos yeyapti. Bo'ldi, aka. Ana endi mana bu somonlarni veterinarni naqada fikrda aytadigan bo'lsak, bu somonlarni hayvonlar ko'p yemaydi o'zi. Bo'zaklar doimiy mana og'zi kavshanib, unaqa ermakka o'ziga o'ynab turish uchun shu somonlar beriladi. Mana ularni mana smeslarini mana bunday ozgina bir video uchun qilyapti. Ozgina bilan beramiz, o'zlari kelib darrov buni asta aylanib yeb ketaveradi. Bu aka bular qanaqa paroda bular? Bu gibrid parodamiz. Bu gibrid. Simental bilan chorniy pyostra sigirdan tushgan. Bemalol mana oyoqlarini, orqalarini bitta ko'rsatib qo'yamiz. Bu simental, ha bu? Ha, u 4 oylik. Bular 4 oylik bo'ldi. Bunisi 3 oylik. Bu 3 oylik. 3 kunga 4 kunga chiqarib. Sutdan chiqib kelishdi bular. Endi sutdan chiqib birdan yemga o'rganishi va kepakka o'rgatyapmiz-da, endi kepakka o'rganib bermaymiz. Ketyapti. Shu joyda doktor bir savol bor, ana shu molo tilini o'ynatyapti-ku. Bu nimadan qilyapti shu, doktor? Xuddi mana shu narsani hozir men ham aytib ketmoqchi edim. Bu narsa hayvon va shu yosh bo'zakka mikro va makro element vitamin yetishmasligidan bo'ladi. Bu vitamin ukol dorilar qilinadi yoki bo'lmasam hayvonga o'zini protein naqasi bor. Mana yeyishlarini ko'ringlar. Ko'proq mana tuproqli, tuzli narsalar bor-ku, ana shunaqa narsa yetishmaganidan shunday narsa bo'ladi.
hayvonda metabolizm buzilish jarayonida xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni yosh hayvonda bo'ladi o'zi ko'proq yoki bo'lmasa sigirlarda bo'ladi bu narsa. Sababi hayvonda mana sigirlarda bo'lishining sababi hayvondan ko'proq sut olinadi. Sut organizmdan ko'proq elementlar chiqib ketayotgani hisobiga sutga qo'shilib, organizmda o'sha vitamin modda yetishmasligidan shu narsa sodir bo'ladi. Yoki bo'lmasam yosh bo'zaklarda bu narsa nimaga bo'ladi? Mana doimiy sut emib kelgan bular, sutga to'yib kelgan. Sutga to'yib kelgandan birdaniga mana unaqa yem-xashakka o'tadi-ku. Yem-xashakka o'tganda organizmda metabolizm buziladi. O'sha oziqlanish unaqa tartibi buzilgani hisobiga shu narsa ham sodir bo'ladi. Bu hamma hayvonda bo'lmaydi. O'sha ayrim hayvonlarda bo'ladi, lekin buni kelib chiqish sababi va unaqasi shunday bu tartibda bo'ladi. Davolanish ham xuddi shunday, organizmga shu mineral moddalar to'ldiriladi, yana qaytib joyiga tushadi. Bunga yani jiddiy bo'lmasa ham, lekin e'tiborda qarash kerak. Davosi bor narsa, eplasa bo'ladigan narsa. Xudo xolasa bu mollarni davolab yuboramiz. Yana men yerda bitta narsa ko'ryapman-da, Komiljon aka. Nima? Mana echkilardi. Ha, bu. O'zi sizning uyingizda faqat paroda bor, aka? Ha, paroda, bular ham paroda. Hammasi paroda, Hali oddiy echkini ham, tovuqni ham nimasi bo'lsa parodasi. Parodasini baqama. Faqat parodasi. Sifatli narsani doim sifatli pulga sotasan, ham sifatli mahsulot olasan. Mahsulotlar ham sifatli bo'ladi. Mahsulot ham sifatli bo'ladi. Mana bunimiz Mubin echkimiz, homilador. Homiladorligi bilinib turibdi. Mana oyda tug'adi. Bularni zanen echkilarimiz. Eng qizig'i shu yog'i zo'r. Bu echkilarimiz qayerlardan kelgan aka? Samarqand, Angren, shu tomondan olib keltirganman. Terib kelingan, Terib kelingan, bular. Samarqandskiy qaysi bu? Samarqandskiy? Mana Samarqanddan kelgan echkilarimiz mana bu. Mana bu ikkalasi. Bu ikkalasi, Mana buni Angrendan olib kelgan. Bu Angrendan kelgan. Bu egiz tug'adi-ku bular aka. Endi shunday deyilgan, lekin bu xolasi bu mana lekin rosa to'q bo'g'oz bu qoldi. Shashti bilinib turibdi. Menimcha buncha katta qoringa ikkita tug'sa kerak, agar 3 ta tug'ormasa. Bular endi qancha sut beradi deyishgan bular. Qancha sutga kelgan bular? 3 litr sutga kelgan bular. Har bittasi. Har bittasi 3 litr sutga kelgan. Tomog'iga bersang, balki ko'p ham berar. 3 litr bersa ham o'zi yetadi. Yetadi, Biz ro'zg'orimizga yetib tursa bo'ldi. Bitta ro'zg'orga, xudo xolasa, chiroyli bo'lib. Xatarlarni ichib tursak. Lekin sharoitlar ham cho'tki. Bular ham shu yemdan yeydi. Ha, yo'q, bularga отдельный bug'doy bilan makkani ivitib qo'yaman. Ivitib olib chiqarib qo'yaman keyin quritish uchun. Mana kelsang ko'rsataman. Bir kun suvda. Bularda ham yemi alohida, Bular bir kun suvda turadi mana bunday. Mana bir kundan keyin olib mana bu g'alvirga tashlab qo'yaman. Suv sergib bu yumshoq bo'lib qoladi. Oshqozonga botmaydi, Oshqozonga botmaydi, ham yaxshi chaynab yeyishga zo'r bo'ladi. Shu echkilarga, qo'ylarga shunday qilib beraman buni. Mana hozir mana qarasang, mana yumshoq, mana qo'lda ezilib ketyapti. Bir kun yegandan keyin yumshoq bo'ladi. Bular tishiga ham botmaydi. Hayvonni ham qiynamaydi, Hayvonni ham qiynamaydi. Mana bular odat o'zi yem vaqti bo'lib qoldi. Mana shularni ham bitta ko'rsataylik. Bir mahalga. 1 kilo. Mana bular shu meni ko'rsa mana shu mana hozir 2 minutda tozalab chiroyli qilib-da. Gap yo'q. Endi bu qo'yimiz bor bitta. Bu qo'y nimaga aka? Bu qo'yda ham normasi bor mana. Kelinglar, buni ham haqqini olib keling. Bunga anov simesdan qo'shamiz qo'yga. Bug'doy bilan aralashtirib. Bu simesdan ham yeydi, bug'doy ham yeydi. Endi uzoq vaqtlarda hali yoshda bu. Biz shu o'zimizga bir odat qilganmiz. Qanday odat? Har yili bir qo'chqorni olib, sog'lomini, toza yemlar bilan boqib, har yili Qurbon hayitga qurbonlik qilib, qurbonlikka boqamiz. Yaxshi niyatda. Yaxshi niyat qilib, shu chorvalarimizga baraka bersin deb, chorvalarimizga baraka so'rab qurbonlik qilib, shu qurbonligimizni 3 qismga bo'lib, tarqatib, o'zimiz oilaviy qovurib yeb, har yili bitta shunaqa niyatimiz bor. Chorvalarga baraka bersin deb, Xudoyim shuncha Xudoyim beryapti, bu yog'iga ham yana bersin deb, Mana do'stlar, semental bor, gibrid bor, galishten bor. Siloslar bunday tartibda bosib qo'yilgan, oldinga olib kelib qo'yilgan.
Qolganlari u naryoqda turibdi. Kelaveradi hammasi. Galishdan ho'kizlarimiz. Xo'p, aka, bulardan endi mana kelajakda maqsadlar qanday bo'lyapti? Yo bularni tarang boqishmi yoki bo'lmasam sotishmi bularni hozir? Yo bo'lmasam qanday? Endi bularni To'lanboy ukajonim bizda dadamning bir maqoli bor. Ha. O'zbek tojikda deydi, sotmaydigan moli yo'q deydi. Ha. Chunki hayvon shunday narsa, men shunday deb hisoblayman, shuning uchun boqamiz. Zaruratda pul bo'lish uchun boqiladigan narsa. Shunday, hamma odamlar shunday. 10 yil boqqandan foyda yo'q. Puliga chiqsa sotamiz, puliga chiqmasa turibdi, puliga pul qo'shilib. Ha. Ya'ni agar kimdir agar shu narsaga qiziqsa, xohlasa, shu narsalar kelib savdosini qilish mumkin. Mumkin. Bemalol. Puliga chiqsa sotamiz. Ha, puliga chiqsa sotiladi. Bo'lmasa o'sha yemini to'xtatmay yeyaveradi, kelgan joydan davom etaveradi. Tushunarli. Agar kimgadir mana shunday parodali mollar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib savdosini olishlari mumkin. Ko'pchiligi uyi bo'lish mumkin. Mana uka, mana bo'zak hali mana. Mana tishini ko'rsatib qo'yaylik, ha. Bo'zak 1 yashar 2 oylik bo'zakcha bular. Ha, bular hali. Ular gavdasiga qarab baho bermaylar, deyna. Prosta yaxshi yegan. Yapti, demasin? Ha, yaxshi yegan, yaxshi tartibda. Normalda tartibda yeyiladi. Hali tishini ham yormagan, bo'zakligi aniq bilinib turibdi. Bu ham shunday. Bu ikkalasining yoshi 1 yashar 2 oy 3 oylik bo'lib qoldi. Ha. Yoshidan oshdi bular. Ha. Bo'yi 1,5 dan baland. Shunday 1.40, 1.50 shunaqalar, 1,5 dan baland. Yo'q. Shu 1.40lar bor-da, 1.50lar bor. Shunday 1,5 Katta narsaligi aniq bilinib turibdi. Bularni molga ham qo'yapsiz. Endi haligi o'sadigan mollarni muxlislariga qo'yib turamiz. Muxlislariga. Endi hozir qishki kuniga qo'ymaganim sababi mollarni tashqariga chiqarish kerak, kirgizish kerak, qiynaydi bular. Sho'xda yosh. Endi buncha yeb nima qilayotgandan keyin o'shunday bo'ladi. Ha, buni ham zotlari tarqab turibdi mahallaga. Yaxshi. Aka, kattakon rahmat. Chorvangizga baraka bersin aka. Xudo xolasa hali yana bularni bahorga chiqib yana bitta syomka qilamiz aka. Xudo xolasa. Nasib, ha? Albatta. Bahorga chiqarib yana bitta syomka qilamiz. Do'stlar, agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta videoga like bosib, kommentariyaga o'zlaringiz fikrlaringizni bildirib ketasizlar. Hammalaring ishlaringga omad, charchamanglar.